Prezidentimizning Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro taraqqiyot ittifoqi ishtirokida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish ikkinchi faza loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilinganidan xabaringiz bor. Unda 2025-2027 yillarda kam ta'minlangan ishsiz ayollarning xalqaro tajribali ekspertlar tomonidan tadbirkorlikka o'qitilishi belgilab berilgan. Qarorga asosan Qoraqalpog'istonning Bo'zatov tumanida ham Bolgariyaning tadbirkorlik va ijrochilikni rivojlantirish markazi mutaxassislari tomonidan xotin-qizlar o'z biznesini boshlashi uchun mashg'ulotlar olib borildi. Loyiha doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasida Bo'zatov, Mo'ynoq, Qonliko'l tumanlaridagi kam ta'minlangan ishsiz 1500 nafar xotin-qizlar 5 modul asosida o'qitiladi va sertifikat beriladi. Loyihaning Qoraqalpog'istondagi ilk qadami Bo'zatov tumanidan boshlandi. Бұл Жойбардың тикарында районымыздың жәмі 500 аял қызымыз бүгінгі семинарда іспілерменлікті рауажландыру тикарлары, финанслық сауатқалық, құқи сауатқалық, маркетинг тикарлары, бизнес ереже һәм бизнес көлікпелерді сіңдіру, бизнесті басқару, һәм өз іспілермелігі бойынша қарар қабыл ету бойынша оқытулар шөлкемдестірілеті ғыллары hayal qizlarimizga түсіндірілді. Loyiha doirasida yil davomida ehtiyojmand oilalardan jami 1000 nafar tashabbuskor ayol guruhlarga bo'linib, tadbirkorlikka o'qitilib, ularga o'z yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislik sirlari o'rgatiladi. Buning uchun birinchi navbatda guruhlar joylashgan mahallada qanday tadbirkorlik sharoitlari borligi aniqlanadi hamda ayollarga loyiha tomonidan tanlangan tashkilot orqali 6 oy davomida iqtisodiy nochorlikdan chiqarish bo'yicha amaliy ko'mak beriladi. Xalqaro investitsiyalar tomonidan moliyalashtirilayotgan loyiha 2025-yil fevral oyidan 2027 yilning avgust oyigacha davom etadi. Loyiha yakunida har bir ishtirokchi xalqaro ekspertlar ko'magida grant loyihasini yozib, eng yaxshi yozilgan grantlar 5000 va 15000 AQSh dollari miqdorida moliyalashtiriladi. Bu mablag' ularga o'zlarining tadbirkorligini rivojlantirishga ko'mak beradi.